Sabah foiz bo'lsa bugun akkauntimning obzori bo'ladi. Akkauntimiz Mythic'ga chiqqan 2024-yil ochilgan. Bu endi sariq kartochka ham bo'lgan bugun. Tak, akkauntga kirgan bo'lsak, ko'pgina ya'ni tak 23 ta bois max bo'lgan. Endi akkauntni ko'rib chiqsak 99 yani 100 ta base'dan 96 ta base bor. Willow, Ziggy va Glory yok. Va Sirius yok. Akkauntga donatlarni ko'rsak, akkauntga 2 ta Pro Pass va 3 ta PP Plus. Endi titullar tak 23 ta bo'lsa 25 ta titul bor. Keyin pinlarga ko'rib o'tsak, короче, pinlar ko'p. Mana endi skinlarni ko'rib chiqamiz. Buffy'larni Varon bilan Boga, keyin Shelly bilan Coltga Buffy, bularni barchasi tekinga kelgan. Tak, bu yoqda 3 ta Redki skinlardan 89 ta, 73 ta suyuq Redki, 96 ta Epic, 16 ta Mythic va 9 ta legendarniy skinlar. Yana 6 ta Hyperterra skinlar. Safedagi skinlar ham bor bu yerda. Menimcha bular qiziqmas deb o'ylayman. Lekin bular ko'pchilikka qiziq deb o'ylayman, legendarniy pinlar. Shuning uchun tez ko'rsatib o'taman. Ikonlardan 368 ta, 164 ta, Короче, bitta zoldo skinlar esa 2 ta. Tak, ko'pchilik ko'rganman, DR'sini ko'rsada, DR'da короче 226 ta odam bor. Birgina eng birinchi o'rinda shu Jahongir Bo'royimiz turibdi. O'zbekiston bo'yicha men DR'imda bu ikkita tepadagi chet ellik 100 ga kelgan bular ham. Pro bo'lsangiz mana shunaqa DR'lar bo'lasiz. Pro odamning DR'sida. Короче, DR'da ko'p odam bor. Nimalar qolib ketdi ko'rsatmayman. Endi skinlar. Ko'pincha Colt yoqqanligi uchun Coltga skin yıkamanda. Mortisga uncha qiziqmayman. No, Draco Barry imba. Lekin eng qiyini bu o'simlik bo'ldi maqsara qilish. Вообще qiyin ekan boru. Va mana Dynamite'dagi Pro Pass skinlar. Pro Pass'ni o'ynamagan tavsiya qilaman, chunki effekti unchalik yoqmaydi, shuning uchun oddiy Dynamite skinda. Unda nimaga olgansiz desangizda, просто kolleksiya uchun. Va mana Gasga buni ham donat qilib olganman. Bu ham donatga kelgan. Va Stu. Oldinlar Stu'ni yaxshi ko'rardim, shuning uchun skinlar ko'p singlardan qoldi. Kod imbo bo'ldi. Unda ham kam o'ynayman.
Ну, Edgar. Mana. Edgar kam. Meeple почти o'ynayman. Frank. Короче, shunaqa gaplar. Old skill'dan ko'rsatib o'tay. Stop whining. Aytgancha ko'pchilik so'rayapti. Sizda qanaqa pinlar bor? Shu pinlar sizda ham bormi deyishyapti. Hozir ko'rsatib o'tiraman. Bu Propas pini. Mana menda bor pinlar. Bu klon ham bor, lekin klon bosmaydi. Sigma pin. Ham sotuvga kelgan. Mana bu dinamik, menimcha dinamik Propas kelganlar. Shura. Tak. Keyin mana bu esa Leonning Propasi. Bu ham bor. O'zimizni pin tursin. Chiroyli. Bunga buni istiraversin. Akkauntga baho berib o'tinglar, narxini emas qoldiringlar, hamma kommentariyaga aytib qaytaraman. Hozirda olmosga chiqib qoldim. Bu minus ayayapti. Shunaqa gaplar. Aytgancha ko'pchilik so'rayapti, stream qiling. Stream qachon qilasingiz streamlarni deyishyapti. Streamni endi nomer ulagandan keyingina stream qilaveraman. Ungacha stream qilolmayman. Telefon nomer ulash bo'yicha muammo bo'lyapti. Shunaqa gaplar. Telefon nomerimni ulab olay, keyin bu yog'iga streamlar, har xil kontentlar, mana YouTube obloshkani ham hal qilamiz muammosini. Hammasi asta-asta bo'ladi. Mayli, xayr, sizlardan foydalanib bo'lsa, sog', omon bo'linglar.